verb mavzusiga keladigan bo'lsak, bu yangiroq grammatika, yangiroq til bo'lganligi uchun hamma narsa o'zi shablonga solingan, biza mohiyatini bitta tushunib oladigan bo'lsak, hamma mavzuga ishlab ketaveradi. Misol uchun biza active tensesni 16 ta zamoni bor, to'g'rimi? O'zi ingliz tilida nechta zamon bor edi? 4 ta? Asosiy 12 ta, yana? Yasalib ketaveradi yana dash. Demak, cheksiz bo'ladimi shunda endi? Demak, meni aldashgan ekan. Meni ustozim aldagan ekanlar, 26 ta mavzu bor deb. Okay, umuman oladigan bo'lsak, o'zi ingliz tilida bizda zamonlar 26 ta. 16 tasi aktiv, 10 tasi passiv, to'g'rimi? Lekin bu narsa sal o'zi g'alatiroq tuyuladi. O'zbek tilini o'qidik, rus tilini o'qidikda 3 ta zamon bor. O'zi hayotda 3 ta zamonni ishlatamiz. Qanaqasiga 26 ta zamonni yasab oldi bular degan savollar paydo bo'lishi mumkin. O'rganish jarayonida juda ham bir formulari, ishlatilishlari, qaysi qanaqa vaqtda kelishi, perfect, yana perfect continuous ham bor yana ustida. Future borda, future in the past ham bor. Keyin passiv nimaga kerak edi degan har xil savollar paydo bo'lib ketaveradi. Lekin umuman oladigan bo'lsak, verb mavzusi biz maktabda 5 yil, 6 yil o'qirdik-ku. O'sha verb mavzusi mohiyati tushunib olinadigan bo'lsa, o'zi 1 soatlik yoki 2 soatlik ish. Okay? Mana shuni xudo xohlasa sizlar bilan bugun endi o'rganamiz. O'zbek tilida bizda nechta zamon bor edi? Qaysilar? 3 ta zamonimiz bor: o'tgan, hozirgi, kelasi. Rus tilida-chi? 3 ta? 3 tami rus tilida? Okay. Qaysilar? Прошедший, настоящий и будущий. Ya'ni o'zbek tilida ham, rus tilida ham bizda 3 ta zamon bor. Xo'p, endi aktivni o'zini oladigan bo'lsak, ingliz tilida 16 ta deb sizlarga ham aytishgan, yoki barno 12 ta dedilar, barno aldadilar mana shu joyda sizlar. O'zi aslida bizda bor yo'g'i 3 ta zamon bor yana. Xuddi o'sha o'zbek tilida, rus tiliga o'xshab, bizda ingliz tilida ham o'zi bor yo'g'i asosiy 3 ta zamonimiz bor. Bular present, past va future. Okay? Bu narsani hozir yana tushuntirib o'taman. Har bitta zamonimizni bizda pozitsiyalari bor. Ya'ni shu presentni ham, pastni ham, future'ni ham simple'lari bor, continuouslari bor, perfect'lari bor va perfect continuouslari bor. Bu nima degani endi qaranglar. Biz simple'ni o'zi bitta qoidasini o'rganib olsak, u presentda ham, pastda ham, future'da ham, future in the pastda ham ishlab ketaveradi. Modal presentda ham ishlaydi, participle-da ham, infinitive-ni ham даже pastlari, continuouslari bor. Hammasida bitta qoida ishlaydi. Shu uchun ham ingliz tili grammatikasi boshqa grammatikalarga qaraganda ancha osonroq. Sizlar o'sha strukturani, shablonni o'rganib olasizlar, hamma narsani o'sha shablon ichiga tashlab ketaverasizlar.